Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel Farg'ona viloyati Quva tumaniga kelganmiz. Devor mebel tayyorlaymiz. Uchu o'ngga balandlik 260 lik joy, arzon variantda bo'ladi. Dekori qolganidan orqasiga urib qo'yishgan. O'shanga rangi ikki xil, ichida qolib ketadi, umuman bilinmaydi. Kiyimlar chang pang tegmasdan zo'r turadi. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz korpusi tayyor bo'ldi. Ikkita chekka garderob, o'rta polkali. Orqasini dekor plas qilib urib qo'yishgan. Ichlari ham chiroyli bo'lib zo'r bo'ladi. Xudo xolasa ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Ikkita garderob, o'rtasi polka, atachenta laminatdan tayyorlandi. Rangi aniq rangi chiqmayapti. Sal xonamiz qorong'iroq, shuni hisobiga asl ko'rinishda chiqmayapti. Ikkita chekka garderob, oshxona-moshxonalarimiz vakuumli, qora turbali ruchkalar. O'rtasida 90 cm lik polkasi bor. Patologgacha bir xil qilib yopib tashladik. Xo'p, narxi 4.500.000 so'mga mana shu holati tayyor bo'ldi. Ichiga hech qanaqa eski ishlatilmagan, hammasi 100% yangi material olib kelib ishlatilgan. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.